Bu gibridligi uchun buni narxi $35,000 atrofida. Assalomu alaykum, Leonex Avto kuzatuvchilari. Hyundai Granger gibrid 1.6 motor. Buni benzin varianti ham bor. Yangidek turibdi. 2025-yil, 2026-yil modellarda 2020 dan oldingi Hyundai Granger mashinalarning kuzovi juda ham boshqacha. Uje 21-22 da ham 25-26 bular yangi kuzovlari tubdan bir-biridan farq qiladi. Ya'ni eng katta farqi mana bu oldida bitta farasi, ya'ni bitta chiziqda tortishgan. O'zi bu Koreyada ham juda ham mashhur va maza qilib, koreys fuqarolar o'zi ham maza qilib haydashadi. Kelinchini ko'ramiz. Demak, bu yerda xuddi Mercedes kabi bismillah. Salon qismi. Xo'p, 2025 6-oyda ishlab chiqarilgan Granger deb yozilgan. O'rindiqlari. Xo'p, o'rindiq ligrovkasi. Gap yo'q. Xo'p, ichki qismini ko'ramiz. Bismillah. Ichki salon, rol. Xo'p, rolida drive modi qo'yilgan ekan. Corsair Drive Mode Eco, Sport, My Drive. Demak, 3 ta modda bor ekan. Odatda 3 tadan ko'p bo'ladi. Demak, gibridimizda 2025-yil, 26-yil Hyundai Granger gibridda 3 ta modi bo'lar ekan. 1152 kilometr probegi bilan deyarli yangidek turibdi. Hech qayerda bunaqa o'zgarish yo'q. Zavoddan endigina chiqqan mashinadek turibdi. Demak, bu kalligrafiy Mana ko'rish mumkin. Kalligrafiy komplektatsiyada. Kalligrafiy komplektatsiyasi bo'lgan mashinalar odatda hammasi oxirgi komplektatsiya bo'ladi. Undan keyingi komplektatsiyasi yo'q. Aynan masalan Hyundai'da ham Palisade yoki Genesis, Hyundai Granger'da ham oxirgisi kalligrafiy. Undan oldin bo'lishi mumkin. Undan keyingi komplektatsiyalari yo'q. Hop, bu yerda head-up display. Ekranimizda tabloda ham bu ekran bitta qilib uzun qilib qo'yishgan ekan. Demak, ajratilmagan, unaqa katta ham emas, bo'ladi o'rtacha. Bu yerda yana bitta sensor ekran bor ekan. Mana buni o'chirib qo'ysak. Bu yerda o'rindiqlar shofyor tomon, chap o'ng tomon isitish, sovutish funksiyalari o'rindiqdagi rol isitish funksiyalari ham joylashtirilgan ekan. Konditsioner boshqarish. Demak, buni shu ekranda sensor qilib qo'yishgan ekan. Yaxshi. Parking datchiklar hammasi sensor ekan. Auto hold. Demak, bu yerda ключimiz 3 ta. Bitta, xo'p, bu yerda yana 2 ta ключ bor ekan. Demak, zaryadka uchun joy, bu yerda C-type va telefonni o'zini qo'yib simsiz zaryadka uchun joyi ham bor ekan. Hop, bu yerda yana joy, ya'ni o'zida bir kofe yo idishda qo'yib ketish uchun maxsus 2 ta joy bor ekan. Buni bossak, demak, qitib chiqadi, xuddi Mercedeslarnikidek. Zo'r. Demak, buni yopib qo'yamiz. Bu yerda buni ko'tarsa yana bu yerda joy bo'lar ekan. Buni olsak, tagida alohida yana joy. Hop, buni ichi juda ham chuqur emas, lekin buni olganimizdan keyin ichida yana joy bo'lar ekan. Hop, yopib qo'yamiz. Albatta, lyuk panoramasi bilan. Hop, chiroq o'zi o'chib yonadigan. Ya'ni ruchnoy emas. Salon qismi zo'r. Rollari zo'r, yumshoq. Xo'p, pоворотный kameralar. Buni ham parking zadniyda rolga qotirishgan ekan. O'zi 25-26 Hyundai mashinalarida ko'pini rolga qotirib chiqaryapti. Bu ham Mercedesni eslatadi. Orqa tarafini ko'ramiz. Bismillah.
Orqasi ham keng. O'tirib ko'rsak, xo'p. Mana bu yerda yaxshi. Ochib qo'ysak bo'ladi. Tushirsak bo'lar ekan, 4 kishi bo'ladi, qo'lni qo'yib ketishga. Qisdan. Bemalol qo'l qo'yib ketsa bo'ladi. Xo'p, buni ko'tarsak, bu yerda yana joy bor. Demak, buni bosganimizda hoppa, bunaqa chiroyli bo'lib chiqib berar ekanlar. Bu yerdan ovozini boshqarib ketaveramiz. 할 수 있을 것 같은데 라는 생각을 해봤습니다. 다른 없어도 Karistıldı. 제대로 묻힌 봄동 겉절이만 O'chirib qo'yamiz. O'rindiq mikrofonasi. Yaxshi, orqasi o'rtacha keng. Unaqa menimcha juda ham keng emas, kenggina. Bo'ladi, o'ziga yarasha. Bu yerda tushirganimizda orqa bagajniki yo'lovchilarga buni ko'tarib qo'yamiz. Bu yerda setup, ya'ni ikkita zaryadka uchun joy. Orqa kuzov ham anchagina yangilangan. Palon o'lchamlari. Hyundai o'zining logosi. Xo'p, narxi $35,000, lekin bu narx uchun bu mashina idealni deb o'ylayman. Ham tezlik, ham ishonch, xavfsizlik, qulaylik hammasi mana shu mashinada jamlangan desak xato bo'lmaydi. Buni haydab ko'rganlar yaxshigina biladi yumshoq mashinaligini va bu 2010-2011-yilda ishlab chiqarilgan Grangerlarni ham bor. Haligacha maza qilib haydab yurishgan odamlar juda ham ko'p Koreyaning o'zida. Faqat bu Koreyada ishlab chiqariladi. Dubayda terib, yig'ib sotishadi, lekin ko'pincha Koreyadan eksport bo'ladi bu mashina. Inshaalloh yetkazib beramiz. Ishonchga arziydigan, ishonchni oqlagan, ko'p kishiga xizmat qilgan mashina desak bo'ladi. Yonex Avtoga aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xo'p, keyingi Grangerimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Bu ham gibrid, faqat rangi oq va kalligrafiyadan pastroq komplektatsiyada. Buni farqlarini hozir ko'rib chiqamiz. Kuzov deyarli bir xil, ba'zi joylarda farq bo'lmasa, lekin salonida katta farqlar bor. Tashqi tarafda eng katta farqi kalligrafiya bilan bu modelida. Xo'p, bunda panorama lyuki yo'q. Yana qolgan farqlarni ichkarida ko'rsataman. Tashqi oldi kuzovi deyarli bir xil. Bokovoy kameralar. Shuni ko'ramiz. Bu mashinamiz ham gibrid, 1.6 motor, 13.542 km yurgan ekan. Rolda Drive Mode, Eco Sport, My Drive kalligrafiya bilan bir xil. Bunda farq yo'q. Hop, bu yerda katta farq bor. Kalligrafiya komplektatsiyasida demak sensorli ekrani bor edi. Bunda yo'q. Oddiy knopchani qilib qo'yishgan ekan. O'rindiqlar isitish, parking datchiklari, auto hold, konditsionerda boshqarish knopkalar hammasi. Demak keyingi farqi bu panorama lyuki yo'q. Yana bitta farqi head-up display yo'q ekan bunda. Narxi shunga yarasha bu 27,000-28,000 dollar atrofida. O'zbekistonga yetib borishi inshaalloh 28-29,000 atrofida aylanadi. Xo'p, bu yerda yana simsiz zaryadka qiladigan joy, C-type'li yana joy, bu bir xil. Ochib ko'rsak. Yaxshi. Bu ham ya'ni bitta bosganda chiqib chiqadigan, bu bir xil. Kalligrafiya bilan yopib qo'yamiz. Buni ham ko'tarsa yana joy, ichida joy ochiladi, bu ham bir xil. Demak, shu eng katta farqlari 3 ta farq ko'zga tashlandi. Head-up display bunda yo'q, sensori yo'q va panorama lyuki yo'q ekan. Narxiga yarasha demak, bu ham lekin avtomatik yonar ekan, ruchnoy emas ekan. Buni ochib yopganimizda, demak, bu ham shunaqa. Hali mana bu klyonkasini yechishmagan ekan.
Mana ruchnoy. Bu yerda boshqa mashinalar ham bor, lekin qisqacha shuni ko'rsatib o'tish uchun olib chiqayotmadim. Odatda olib chiqib ko'rsatilardi. Hop, ichiga joylashib oldik. Demak, orqasi keng, deyarli bundan bitta yuqori komplektatsiyasi bilan salonni kengligi deyarli bir xil. Hop, buni tushiramiz. Tushirsanamanda yana bitta farqi, demak, bitta knopchkasi bor edi kalligrafiyasida. Ovozni baland qilish, pasaytirish funksiyalarini shu yerdan bemalol boshqarsangiz bo'lardi. Bunda esa yo'q ekan. Yana bu yerda ko'targanimizda yana bir ozroq joy bo'lardi. Bunda yo'q. Ya'ni bosganimizda, bitta knopka bo'ladi, bosganimizda qanaqadir idish, stakan yoki o'sha kofe qo'yish uchun joy chiqib kelardi. Bunda yo'q. Faqatgina shuni o'zini qo'yib qo'yishibdi. Ya'ni ikkiga bo'ladi bu. 3 ta o'rindiqda 2 kishi uchun bo'ladi. Faqat qo'l qo'yib ketasiz. Stakaningizni yo idishni bu yerga qo'yib ketasiz. Bu bagaj bilan, ya'ni bagajga chiqish yo'li bagaj bilan ulangan ekan. Shunaqa. Buni o'chirib qo'ysak. Shu narxini aytib o'tdim, 28,000 $29,000 dollar atrofida. Hop, kimga kerak bo'lsa, inshaalloh yetkazib beramiz. Kalligrafiyadan farqlar bor, sezilarli farq bor, lekin hali ham buni injini, tezligi yoki xavfsizligi, qulayligi hali ham saqlanib turibdi. Bu komplektatsiyasi ham juda ham zo'r. Kimgadir sal ekonomичный, sal arzonroq varianti desak, buni olishlari mumkin. Menga panorama lyuklari bilan bo'lsin, head-up displaylari bilan bo'lsin degan akalarimizga albatta kalligrafiya komplektatsiyasini tavsiya etamiz.